Assalomu alaykum. Bugun dasturlash kursimizni birinchi darsini boshlab olamiz. Xo'p, dasturlashda asosan bir nechta yo'nalishlar bor va shu yo'nalishlardan biri web dasturlash hisoblanadi. Web dasturlash asosan ikki qismga ajraladi: front-end va back-end qismlari. Front-endda foydalanuvchi ko'radigan barcha hamma kodlar ishlatiladi. Back-endda esa foydalanuvchining ma'lumotlari va saytning o'zini ma'lumotlari serverda saqlanadi. Xo'p, hozirda biz front-end dasturlash kursini boshlab olamiz. Birinchi, bizga HTML, CSS, JavaScript texnologiyalari kerak bo'ladi. Backendda esa ixtiyoriy Python, PHP, Java yoki shunga o'xshagan dasturlash yo'nalishlari, tillari kerak bo'ladi. Ho'p, front-end kursida birinchi o'rganadigan narsamiz HTML texnologiyasi bo'lib, HTML bu veb saytimizning skeleti hisoblanadi. Agar dasturlashni bir odam ko'rinishida deb olsak, HTML bu odamning tuzilishi hisoblanadi. Hop, CSS texnologiyasi esa bu odamning skeletini tuzib bo'lganimizdan keyin uning sochlari, qoshlari, ko'zlari, kiyimining rangi, odamni o'zini rangi, shunga o'xshagan stillari ishlatiladi, CSS da o'rganiladi. Hop, JavaScript esa odamni stillarini va skeletlarini yaratib olingandan keyin uni jonlantirish kerak bo'lgan joyda JavaScript texnologiyasi va JavaScript dasturlash tili kerak bo'ladi. Bu yerda HTML va CSS dasturlash tili hisoblanmaydi. Bu asosan stil berish uchun veb-saytning dizaynini yaratish uchun kerak bo'ladigan texnologiyalar hisoblanadi. JavaScript esa bu dasturlash tili hisoblanadi. Hop, bularni birin-ketinlik bilan o'rganishimiz kerak. Birinchi o'rinda HTML va CSS, JavaScript. Hop, biz HTML dasturlash kursini boshlashimizdan oldin bizga kodlarimizni yozishimiz uchun kod editor, ya'niki dastur kerak bo'ladi. Hop, buning uchun bir nechta dasturlar bor. Bizga asosiy qulaylik jihatdan VS Code degan dasturlash dasturi kerak bo'ladi. Kod editori. Hop, VS Code download deb brauzerga yozamiz va uni yuklab olamiz. Yozganimizda birinchi chiqadigan saytga kiramiz va agar biz Windows operatsion tizimida ishlasak, kompyuterimiz Windowsda ishlasa, Windows faylini, agar macOS, iMac yoki MacBookda ishlasak, bizga macOS fayli kerak bo'ladi. Hozirda bizni kompyuterimiz Windowsga mo'ljallangani uchun Windowsni yuklab olamiz. Bosganingizda yuklanish boshlanadi. Manda esa oldindan yuklanib olingan, vaqtimiz ketmasligi uchun mana dastur yuklangan. Siz yuklab olishingiz mumkin. Xo'p, dastur yuklangandan keyin uni o'rnatishni boshlaymiz. Ustiga bosamiz, zapustit. Sen o'rnatib bo'lgansan va u dasturni ochib turibsan, deyapti. Hozir buni chiqib ketamiz va boshqatdan o'rnatib ko'ramiz. Zapustit. Va birinchi bosganda mana bu oyna ochiladi. Bundan mana bu joyni belgilab olamiz. Daley sizga aytyapti, VS Code значогini рабочий stolda, ishchi stolimda soздать qilaymi, yarataymi deb so'rayapti. Ha deymiz. Daley tugmasini bosamiz va установить. Va dastur o'rnatilish boshlanadi. Hop, dasturimiz o'rnatib bo'lingandan so'ng рабочий stolda va dasturni значоgi, ya'niki belgisi chiqib turadi. Hop, endi bizga nima kerak? Bizga e, fayllarimizni, har bitta darsda ishlanadigan fayllarimizni saqlab turishimiz uchun bitta papka kerak bo'ladi. Papka yaratish uchun рабочий stolni bo'sh joyiga mishkani o'ng tarafini bosib, soздать menyusini tanlaymiz va создатdan papku bosamiz va papkaga nom beramiz. Kelinglar, HTML deb nomladik va ichiga kiraman. Va HTML da birinchi dars
birinchi dars degan papka ochamiz. Savzat, mishkan o'ng tarafini bosib savzat menyusidan tanlasak ham bo'ladi. Mana bu joyda savzat belgisi ham bor. Birinchi dars deb yozaman. Va yozdim, papkam savzat bo'ldi. Hop, endi bu papkani e, mishkani o'ng tarafini ustiga bosib turib, papkani Visual Studio VS Code dasturi ustiga olib boraman va Открыть si pomosh deb yozuv chiqadi. Va yonlariga tashlab qo'ymaymiz. Ustiga, aynan o'shani ustiga borib qo'yaveramiz va papkamiz ochiladi. Va endi bu bizga kerak emas. Ekranni taqalab ochib qo'yamiz. Hop, birinchi kirganimizda shunga o'xshagan oyna ochiladi va welcome, xush kelibsiz, bu bizga kerak emas. Mana shu joyda mana birinchi dars degan papkamiz turibdi va bu yoqda to'rtta belgi bor. Birinchi belgi bu yangi fayl savzat qilish uchun, yaratish uchun, ikkinchisi esa papka yaratish uchun. Bizga papka kerak emas, fayl yaratib olamiz. Fayl yaratayotganimizda HTML fayl doim nuqta HTML bilan tugaydi. Ixtiyoriy nom berishi mumkin. Misol uchun fayl nuqta HTML degan nom bersam bo'ladi, lekin bizga asosiy fayl bo'lgani uchun index degan nom berganimiz qulayroq. Va asosan HTML fayllarga index HTML degan nom beriladi. Index HTML. Bosdik. Faylimiz tayyor. Endi kod yozishni boshlaymiz. HTMLda har bitta yoziladigan kodlar tag deyiladi va taglar katta kichik belgisi orasida yoziladi. Mana katta kichik belgisi orasida. Misol uchun HTML deb yozdim va katta kichik belgisini yopaman va avtomatik o'zi ochilish va yopilish tagini chiqarib beradi. Yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsak, HTML degan tag ochdik va u ochilish va yopilish qismiga ega. Ochilish va yopilish ikkalasini farqi, ikkalasi ham bir xil. Faqat yopilish tegin oldida slash tayoq belgisi turadi. Va HTMLdagi jamiki kodlarim shu HTML teglari orasiga ichiga yoziladi. Hop, HTML bu asosiy teg bo'lib, u teg ikki qismga ajraladi va buni hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Bu HTMLning o'zini sayti bo'lib, mana. Mana bu HTML ochildi va yopildi. HTML ikki qismga ajraladi. Head qism va body qism. Head qismni ichiga asosan title, sayt nomi yoziladi. Body qismida esa jamiki kodlarimiz, asosiy kodlarimiz shu tana qismida, body qismi ichida yoziladi. Hop, biz ham ikkiga ajratib olamiz. Endi Visual Studio'da yozayotganimizda katta kichik belgisida yozishimiz shart emas. Shunchaki head degan yozuvni yozib, enter yoki tabni bossak ham o'zi chiqarib beradi. Bosdik va mana va headni ichiga faqat title deb yoziladi. Title. Bu title saytimizni nomini belgilash uchun yoziladi. Unda saytimiz nomlanadi. Misol uchun, hop, deylik, HTML rasmlar. Va bu narsa brauzerning tepasida sayt nomi bo'lib ko'rinib turadi. Bo'lishi mumkin Kunuz, Olcha.uz, Uzum.uz degan saytlar nomi ham mana shu title ichida yoziladi. Hop, endi yozgan kodimni natijasini ko'rishim uchun, yozgan saytim natijasini ko'rishim uchun bizga yozgan yozuvlarimizni saqlanib qilishimiz kerak. Ctrl C, lotincha C, Ctrl tugmasini bosib turib, C tugmasi bosiladi va saqlanib bo'ladi. Agar biz har yozganimizda Ctrl C yozgimiz kelmasa, mana bu joydan fayl menyusidan avtosaqlanение bo'limini bosib qo'yishimiz kerak. Mana manda oldindan bosilgan, sizlarda bosilmagan bo'lsa
Bilamiz. Avtosaqlanayni. Demak, oldida mana bitishga belgisi chiqib qoldi. Endi o'zi avtomatik mana Ctrl C ni bosib har safar saqlanib qilishim shart emas. O'zi avtomatik saqlanib bo'lib ketaveradi. Xo'p, natijasini ko'rishimiz uchun bizga mana bu joydan to'rtinchi sizda to'rtta yoki beshta bo'lishi mumkin. Manda mana shu bo'limda Live server degan yozamiz. Live xato yozib qo'ydim. Server. Mana birinchida turibdi. Mana shu narsani ustanovka qilib olishimiz kerak. Manda hozir ustanovka bo'lib bo'lgan va disable degan yozuv chiqib turibdi. Siz ustanovka qilib olishingiz kerak. Xo'p, buni ustanovka qilib bo'lganimizdan so'ng Visual Studio'ning pastki panelida Go Live degan tugma chiqib keladi. Mana Go Live degan tugma chiqib turadi va Go Live bosilganda o'zi avtomatik brauzerda ochib beradi. Bosdik. Hop. Demak, bizni natijamiz, kodimizning, o'sha faylimizning natijasi. Va index HTML mana bu joyda chiqib turadi va tepada mana titlening ichida yozgan narsalarim shu tepada HTML lesson 1 deb chiqib turibdi. Demak, titleda yozganim mana shu brauzerda sayt nomi ko'rinishida turadi. Xo'p, endi head qismi asosan mana bu tepa qismi deb yuritiladi. Body qismi esa mana oq qism, asosiy tana qismi bu body qismi bo'ladi. Hamma kodlarimiz mana shu bodyning ichida yoziladi. Va headdan mana head qismi tugadi. Headdan chiqamiz va enter bosib body qismini ochib olamiz. Body bu tana qismi. Hop, HTMLda ota va bola degan narsa bor. Mana HTML bu eng katta ota hisoblanadi. Uning ichida bolalari head va body. Title otasi esa head bo'ladi. Har bitta ichidagi tag undan tashqaridagi tagidan to'rtta probel, ya'ni bitta tab klavishini bossam to'rtta probel bo'ladi. Ichkarida turishi kerak. O'zi aslida ichkarida turmasa ham bo'ladi, tursa ham bo'ladi. Lekin kodlarimiz qo'shilib ketmasligi uchun bir tab ichkarida turishi kerak. Hop, endi body'ni ichida birinchi yozadigan narsamiz Hello World. Va natijasini ko'ramiz. Hello World. Endi Go Live tugmasi faqat bir marta bosiladi. Endi Alt tabni bosib ekranni almashtirsak bo'ladi. O'yini almashdi va natijasi chiqib turibdi. Hello World. O'ynani yaqinlashtirishim uchun Ctrl tugmasini bosib turib, mishkani g'ildirak aylantiriladi. Yokida plus, minus bosganda kichrayadi, plus bosganda kattalashadi. Va shu bilan birinchi darsimiz shu joyda tugaydi. Sizlarga vazifa xuddi shu narsa Visual Studio dasturini yuklab va Hello World va HTML1 teglarini yozib, natijani bizga skrinshot qilib yuborishingiz kerak bo'ladi. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.